Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, chetga o'qishga chiqib bildimki, O'zbekistonda eshitgan juda ko'plab odamlar amal qilib kelayotgan hadislar zaif va to'qima bo'lib chiqyapti. Bu narsalar din dushmanlari tomonidan atayin qilinganmi yoki hadis ilmi rivojlanmagani aynan hozirgi paytlarda? Ikkisi ham o'zingiz aytganingizdek, din dushmanlari tomonidan hadislar to'qib chiqariladi, odamlarda shu haq narsadan botil bilan chalg'itish uchun. Ba'zilar lekin din dushmani bo'lmasa ham o'zicha shu nima qilibdi deydi-ku o'zimizda ham mana shu. Nima qilibdi endi shunday qilsa deb bilmaslikdan, ya'ni johillikdan ham shunaqa qiladi. O'zicha odamlarni dinga qiziqtiraman deb o'ylaydi. Masalan, Nuhul Jomiyat degan odam bo'lgan. Hadis to'qigan. Bilasan-ku bu to'qilgan hadis nimaga to'qiyapsan desa, men Rasulullohni ziyoniga to'qimayapman-ku. Rasulullohni foydasiga to'qiyapman degan o'zicha o'ylaganki, odamlarni dinga qiziqtiryapman degan. Ko'p rivoyatlar, masalan, palon ishni qilsang, 1000 ta aytsang, palon zikrni palonday bo'lib qolar ekan. Palon namozni 1000 rakat o'qisang, palonaqa bo'lib qolar ekan. Palon sura faloqa fazilati bor ekan degan ana shunaqangi fazilatlarga oid rivoyatlarning aksari ana shu to'qilingan rivoyatlar. O'zlaricha ba'zilar odamlarni yaxshilikka targ'ib qilamiz deb, yaxshi amal qilishga bir nimalarni va'da qilib, hadislar to'qishgan ya'ni. Bu bitta O'zbekistonda emas. Arab diyorlarida ham shunaqa narsalar bor. To'g'ri, endi ularda baribir tilmsiz o'sha hadislar boshqa aytib turilgani uchun kamroq nisbatan bizdagiga qaraganda, lekin bitta O'zbekistonning muammosi emas, bu atrofdagi boshqa davlatlarda ham xuddi shu ahvol. Hamma joyda bor bunaqa narsa, ya'ni bitta O'zbekistonga xoslashga hech qanday asos yo'q. Muhimi, ya'ni har qanday kishi bir hadis degan narsani eshitganda shuni ulamolardan so'rash kerak. Mana shunaqa hadis eshitdik, shu narsa bormi deb. Yoki o'sha hadisda aytayotgan odamdan o'zi birinchi so'rash kerak. Qayerdan oldingiz bu hadisni? Kim rivoyat qilgan? Ayting. Masalan, ishonchli manbalarda aytsa, unda olsa zarari yo'q. Aldagan bo'lsa, keyin u odamni o'zi javob beradi. Keyin yana bilingki, ba'zi zaif hadislar garchi zaif bo'lsa-da, lekin fazilatli amallar mavzularida amal qilinaveradi unga. To'qima bo'lmasa bo'ldi. Masalan, mana Zamzam suvi nima uchun ichsang o'shaning uchun bo'ladi degan rivoyat zaif deyishgan ulamolar. Lekin shu rivoyat qilib turib, Abdulloh Muborak radhiyallohu anhu rahimahulloh men shu qiyomat kunida chanqamaslik uchun ichaman deb ichganlar. O'zlari zaif deganlar shu rivoyatni. Va boshqa ulamolardan ham kelgan hadisni zaif deb turib, lekin o'zlari shunga amal qilaverishadi. Chunki hadis zaif degani uni tashlab yuborish kerak degani emas. To'qima bo'lsa to'g'ri uni tashlab yuboriladi. Zaif hadisga esa fazilatli amallar bobida yoki bir ehtiyot masalalarida, masalan, makruh degan ishlarda tark qilishda amal qilinaveradi, zarari yo'q. Allohu a'lam.